رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Qarindoshlar, bizning bugungi suhbatimizda so'zlamoqchi bo'lgan darsimiz tavba haqida, ya'ni aminlikning, xotirjamlikning qo'rg'oni. Alloh subhanahu va taolo Quyosh mag'ribdan chiqqanga qadar taqamaydigan eshik. Biz bu darsimizda, bu suhbatimizda inshaalloh Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hayoti, Qur'oni Karimningki ko'rsatmalari ichidan tavba haqidagi mazmunlarni so'zlaymiz. Tavba deganimizdek bexatarlik qopqini bir mu'minga nisbatan, jinoyat o'tkazgan har kishiga nisbatan bir xush xabar yoki bir chiqish yo'li. Biz bugungi suhbatimizni Sura Tavbadagi 104-oyat Alam ya'lamu annalloha huwa yaqbalut tawbata an ibadihi degan oyatni o'zimizga shuar qilib turib boshlaymiz. Bu oyatda Alloh subhanahu va taolo da'vatudi ular ajaba bilmando. Allah subhanahu wa ta'ala bendilerden tevbini qabul qiladi deydi. Hani biz suhbatimizning beshida oldi bilan tevbe degan nima? Tevbening islomdagi o'rni va shunga munosabatlik mazmunlar bilan suhbatimizni boshlaymiz. Bir banda Allah subhanahu wa ta'alaga qaytib tevbe qilganida Asman zimində bir nida qılğıcı şunda nida qılıdı ki palanini təbriklanma. Allah subhanahu wa ta'ala bilan arasını yaxşıladı, kelişdi. Deb şunda bir nida qılıdı. Çünki tövbə Allah subhanahu wa ta'alaga qaytish deməkdir. Allah subhanahu wa ta'ala bilan o'tirsini yaxşılamaq deməkdir. Allah subhanahu wa ta'alaga itaat qilmoq demeklikdir. Allah subhanahu wa ta'alaga yüzlenmek, onun rızalıqını közlemek, g'azabidan qo'rqmoq, Allohga tamam, to'liq bütün hayot bilan qaytmoq demeklik bo'ladi. Bu qaytish durustlik bilan, sog'lomlik bilan, to'g'ri yo'l bilan va yaxshi ishlar bilan, yuzlanish bilan, masalan, namozlarimizni voyaga yetkazib ko'rsatma bo'yicha o'qish bilan Allah bilan bo'lgan aloqamizni kuchaytirish orqali bo'ladi bu qaytish. Shunga yana takror desak, bir banda Alloh subhanahu va taolo tarafga qaytganida tavba qilib, osmon va zaminda bir nido qiladi-ki, falonini tabriklama. U Alloh subhanahu va taolo bilan o'ttirisini yaxshiladi, yaqinlashdi degan bir shaklda nida qiladi. Allah subhanahu wa ta'ala bir hadisi qudusiyda, yani asarda kelgan bir hadisi qudusiyda shunda deydi: agar 100 o'rganlar bu yo'ldan chetnab ketganlar, ya'ni mening yo'limdan demakchi, mening ularni kutayotganligimni bilsa edi, ularning ishlayotgan shu jinoyatlarini tashlashiga bo'lgan mening intilishimni bilsa edi, mening muhabbatimdan ularning paylari palan parcha bo'lib ketgan bo'ladi. Ya'ni demakchi o'g'ini mening muhabbatimni tasavvur qilolmaydi ular. Ular menga bo'lgan ishtiyoqidan o'lgan bo'ladi. Ey Davud, men yo'lamdan yuz o'rganlarga qarata men tutgan pozitsiyam bu. Men yuzlanib ibodat bilan qilayotganlarga nisbatan mening pozitsiyam qanday bo'lar? Ular tutgan mening qarashim qanday bo'lar? degan shaklda Alloh subhanahu va taolo tavbaning o'rnini bizga hadis qudusiyda qanday qilib berdi, bayon qilib berdi. Endi biz bende tövbe qilsa Allah subhanahu wa ta'alaning shunchalik xursand bo'ladiganligini so'zlab bo'lgandan keyin bendeninki tövbe qilganlik ifodasi nima ifodalanadi? Qaysi taraflarda gavdalanadi desak,
bir qonuniyat var dünyada. Bütün insanlarda ortak tepiladigan 3 sözden tarkib topgan qonuniyat bu. Birisi idrak. Yani birisi şu idrakning insonga ta'sir ko'rsatishi. Yani birisi şu ta'sir ko'rsatgan ta'sirining ta'sirida, yani insondagi bo'lgan şu ta'sirining ta'sirida insonning ish faoliyatida ko'riladigan sulh o'zgarishlar. Masalan, texmo aniq izohlab misollarni tushuntirsak, bir kishi bir yo'lda ketayotgan bo'lsa, bir yilondan birini ko'rgan bo'lsa, insonda bu yilonga qarata bir ma'lumot bo'ladi qilsa, ya'ni idrokat deganimiz shu. Ya'ni bu yilon odamni chaqidi, bu yilonning zahri odamni o'ldiradi deydigan bir ma'lumot, bir idrok bor. Mushu ma'lumot, idrok insonga darrov ta'sir ko'rsatadi insonga. Shuning bilan inson o'zini qo'g'daydigan yoki shu yilondan qochadigan bir amallarni topadi. Bu har qanday bir misol, har qanday ishlarda shunda. Yo'lda ketyapsak, bir kishi qo'yning qo'zi so'chursa, bizning kallamizda shunda bir idrokat, ma'lumot va qo'zi to'g'riliq. O insonga yaqin bir uy hayvoni, insonga hech qanday zarari yo'q. Buning ta'sirida bizda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Mushunga o'xshashlan bir ish. Bu bir umumiy qonuniyat. Endi demakchi o'g'limiz nima desa, payg'ambar alayhisolatu vasallam tavba haqida tavbani pushaymon deb sifatlaydi. Tavba degan bir pushaymon deydi. Biz bayatdanqa qonuniyat bo'yicha tushungan vaqtimizda bu pushaymon cho'qim oldida va keynida bir qo'shimchalar bo'lgan vaqtda bir tavba shakllanadi. Bu pushaymon. Yani avval bandida bir idrokat, bir uqum bo'lish kerakki, qilayotgan ishning xatoligiga qarata. Mening qilayotgan bu ishim xato. Bu idrokat, bu uqum bo'lish kerak. Bu xato degan uqumdan keyin hadisda Rasululloh degan bu hadisni Ahmad ibn Majah Abdullah Mas'ud rivoyat qilgan hadis. Pushaymon tuyg'usi ta'siri insonda ko'riladi. Agar bu pushaymon haqiqiy bo'lib qolsa, idrokatning ta'sirida kelib chiqqan bu pushaymon haqiqiy pushaymon bo'lib qolgan vaqtida, mushu pushaymondan keyin shu kishiningki amaliy gap so'z ish faoliyatida o'zgarish paydo bo'ladi. Ya'ni 3 narsa. Birisi idrokat, ya'ni ma'lumot, shu ish haqidagi tunish, shu odamning tunishi. Yana birisi shu tunishning ta'siri, ve yana bir en oxirgisi bunun ta'sirida bo'ladigan insondagi o'zgarish. Ya'ni Rasulullahninki an-nadam tavba, pushaymon degan tavbadur degan tavbaning bu ta'rifatining oldida bu insonga shu pushaymonni qilg'izadigan bir ma'lumot, bir uqum, bir anglish kerak shu ishga nisbatan. Ve bu pushaymondan keyin shu insonda bir o'zgaradigan ish harakat bo'lishi kerak. Ya'ni shu vaqtida andan keyin bu kishi haqiqiy qanday qilgan bo'ladi, tavba qilgan bo'ladi. Esingizda bo'lsin. Masalan, bir odamning qon besimi o'rlab qolsa, bir odamning qon besimining o'rlab qanchaga chiqqanligini o'lchaydigan bir o'lcham bor. Qon besimi manchidan manchagacha bo'lsa normal, manchidan manchagacha bo'lmasa bu sel tüven yoki manchidan manchigacha o'lab ketgan bo'lsa, bu yuqori deydigan bir o'lcham bo'ladi. Dal ma'lumot, bilim bu gunohlarimizninki gunoh yoki gunoh emasligini o'lchaydigan bir o'lcham. Biz bayatında dedikki, 3 ish ketadi. İnsanning har qanday bir umumiy ahvollarda 3 xil bosqichni o'ziga olgan bir qonuniyat bor. Tavbimi dal mushun tahtiga kiradiki, bunun birincisi bir ishga nisbatan tunishing to'g'ri bo'ladi. Shu narsani bilishing kerak oldi bilan. Sen qilayotgan shu ishninki jinoyat ekanligini bilishing kerak, xato ekanligini bilishing kerak, gunoh ekanligini bilishing kerak va buning oqibatida seni do'zaxga boradiganligini bilishing kerak va bu sana bir ta'sir qilish kerak. Senda bir ta'sir bo'lish kerak buningki va bu ta'sirning natijasida oxirisida sening ish harakatingda nima bo'lish kerak? O'zgarish bo'lish kerak. Yani oldi bilan sende şu ishga nisbatan bir tonish bo'lish kerak. Tonish olmaganda hech ishingga sen baho qo'yolmaysan.
O haqda sende ma'lumot olmaydi. Masalan, sen qilayotgan tijorating halolmi, harommi, buni bilishing kerak. Sana ta'sir olush uchun. Sening kerimlaringda shubhi bormi, yo'qmi? Hajlayotgan urunlaring to'g'rimi, xatomi? Boshqalar bilan bo'lgan aloqang joyidami, joyida emasmi? Oilang islomiy o'lchamga tushadigan oilami, oila emasmi? Qilayotgan xizmating islomning ta'limoti uyg'un xizmatmi, xizmat emasmi? Tijorating islomiy, islomiy emasmi? Va nurg'un sening butun hayot yashagan butun taraflarning islomga uyg'unmi, emasmi? Bir kallangda uqum bo'lish kerak. Buni oldi bilan bilishing kerak. Ondan keyin bilgandan keyinki bu idrokatning natijasi senda shu ishga qarata bir ta'sir qiladi. Xato degan ma'lumotdan keyin senda xatolik tuyg'usi paydo bo'ladi. Am bu tuyg'usini bu xato ishni tashlashga qana qiladi, turtki bo'ladi. Yoki to'g'ri deydigan bir tunish bo'ladi. Bu tunish senda to'g'rilik tuyg'usini paydo qiladi. Bu ishni qiladigan bir o'zgarish. Demak, 3 bosqichni bosgan gap. Rasulullohning hadisidagi an-nadamu tavba degan hadisdagi pushaymon degan tavbadir degani 2 bosqichning o'ttiridagi, ya'ni o'ttirinchi bosqich yani. 3 bosqichning o'ttiridagi o'ttirinchi bosqich. Ya'ni qayta takrorlasak, bir odamda idrokat, ya'ni bir ishga nisbatan tunish bo'lish kerak. Bu tunishning shu inson ko'rsatadigan ta'siri bo'lish kerak va u ta'sirida tavba qiluvchi o'zini o'zgartiradigan bir holat bo'ladi. Shunday vaqtda andan keyin gunohdan butunlay qana qilish kerak, tortilish kerak. Agar u tuyg'usining natijasida, men bir nuqtaga diqqat qilaman, muhim nuqta. Insonda bir qilayotgan bir ishga nisbatan to'g'ri ma'lumot bor. Bu ishim xato deydi. Buning ta'siri oldi inson tunjiqdim. Voy bunda xato ishni qilsam qanday bo'ldi men? Bu ishni qilmasam bo'ldi. Darhol yanish kerak inson. Bu tavba. Agar birinchi qitim yonmasa, ikkinchi qitim yonmoqqa sal tasqi tushadi. Üçüncü qitim qilib qolsa, yonmoqqa o ishdan texmitas. Tekrar bla degandek oxirisida bu odamdagi ta'siri yo'qaydi. Ta'sirining natijasida uning o ishga nisbatan bo'lgan tunishining u odamga nisbatan hech bir nimasi bo'lmaydi, ahamiyat olmaydi. Endi tavba qiluvchi tabiiyki qilgan xato ishlaridan o'tkazib solgan kamchiliklardan tavba qiladi. Bu qilgan xato ishi yoki kamchiliklari bandalar haqida bo'lgan bilan Alloh haqida bo'lganning o'tirida farq bor. Endi Alloh bilan bo'lgan ishlaridagi xatoliklar, o'tkazgan jinoyatlar buni hal qilmoq oson. Chunki chin qalbidan haqiqiy tövbe qilib, ey Rabbim meni kechirishlar desa, Alloh subhanahu va taolo buni qana qiladi, kechiradi. Allohga keltirilgan shirkdan boshqa har qanday jinoyatni Alloh subhanahu va taolo kechiradi. Mag'firat talab qilish bilan tövbe bilan dunyoda kechirilmaydigan hech qanday jinoyat yo'q. Ammo inson haqqida bo'lib qolsa, bandalarning haqqi bo'lib qolsa, muomalatlardagi egizbaslik, masalan, ma'naviy, moddiy haqlar bo'lib qolgan vaqtida cho'qim shu odamdan kechirim olmay turib, şu adamning haqqini o'tmay turib, u gunoh aslo qana qilmaydi, kechirilmaydi. Bu nuqta kallamizda aniq olsun. Endi bu tavbaga munosabatli qarindoshlar, Qur'oni Karimda bir oyat bor. Ya'ni sura Tavbaning 118-oyati. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda "Summa taba alayhim liyatubu" oyatni sizlarga tushunishlik tarjima qilib bersam, sizlarning tavba qilishinglar uchun Alloh sizlarga tavba berdi. Oyatning ayni tarjimasi shu. Qaranglar, sizlarning tavba qilishing, ya'ni ularning tavba qilishi uchun, bandalarning tavba qilishi uchun Alloh tavba berdi deyapti. Bu yerdagi Allohning tavba berishi bandadan ilgari kelibdi. Bu nuqtani qanday tushunamiz degan vaqtimizda inson ba'zi g'ofillashib nurg'un jinoyatlarni o'tkazadi. Jinoyatlarda davom qiladi. Xato harom yo'llardan pul topadi, hech bo'lmagandan keyin tepi yurib davomlashadi. Endi Alloh mushu banda tavba qilmagan taqdirda buning tavba berish uchun buni buningga tavbasiga turtki bo'ladigan ba'zi ishlarni buningga duch keltiradi. Mashina vaqasiga yo'l qo'ydi masalan. Ba'zi musibatlarga uchraydi, xafalıqlarga uchraydi. Shuning bilan bu as-hushini yig'idi, to'xtab turadi. Nima ish bo'ldi menga deydigan bir ahvol bo'ldi. Shuning bilan o'zining o'tkazgan jinoyatlarini qaytadan eslab chiqadi, o'tkazgan xatoliklarni pushmon qiladi,
tövbe kıldı. Allah subhanahu ve ta'alanınki muşu bendige aldın ağla bergen şu musibet, şu haftalık, şu bişaret, şu signallarının özü, şu agahlandırışının özü ma bendige bu bende tövbe kılışının ilgili tövbe bergenlik oldu. Şuna bizge kelayotgan musibetler yoki ba'zi xafalıqlar, ba'zi qiyinchiliklarga nisbatan to'g'ri tunish kerak, Allohning signali, ogohlantirish deb qarash kerak va o'zimizni qaytadan tashvib chiqishimizga to'g'ri keladi. Aniga sura Niso'ningki 17-oyatida Alloh subhanahu va taolo innamat tawbatu alallazina ya'maluna as-su'a bijahala thumma yatubuna min qarib degan oyatda tövbenin şeklini bizge dep beratıdı. Dep nima deydi sanga? Bilmesden hatalıqni qilgan odamlar. Yani tövbenin bir xil şekli mavu. Tövbe qilaman deb qo'yib, ishni xato qilib qo'yib, o'tkazgan jinoyatini tashlab qo'yib, tövbe qilaman deb, bir ashkil so'rab qo'yish tövbe bo'lmaydi. Oyat nimda o'tib bizga tövbening shaklida bilmesden qilgan odamlar. Mavu haqiqiy, samimiy, sodiq tövbening shakli. Bular bilmesden hatalıqni qilib, darhol yatubuna min qarib degani derhal tövbe kılıyordu. Bu bir insandaki samimiyetinin ifadesi. Tövbenin samimiyetinin ifadesi. Etrafımızda nurgun işler yüz biridu. Bir adam bir işini bilip durup kılgan bolsa, mesela sonra bizning muamellerimizde, kişilik alakalarımızda bilip durup bizge nispeten bir hatalık o'tkazgan bolsa, ishni keyniga so'raydi, ishning o'tirg'i chiqib qolmaslik uchun tirishdi, uni qiladi, buni qiladi, ishqi bir narsalarni qiladi endi. Ammo bir narsani bilmay qilib soldi. Biz bunu to'xtab tura, mana sen nima qilyapsan, mana bunday ishni bunday qilsang olmaydi desa, "Voy, qapoma yoki kechir" degan shaklda darhol xatolikni tuzdi. Bu aynı ifade tövbe meselesinde aynı şekilde keladi. Bir adam musulmon bo'ldi mesela. İslamga için dildan kirdi. İslamning ta'limotlari için dildan men uyg'unlayman hayotimni deb tudi. Ammo bilmasdan. Yoki ba'zi inson ojizlik tufaylidan ba'zi xato ishlarni qilib qoldi. Bu şunda agahlandırış birilse yoki bilgen amallam derhal ana saqlab o'tmaydi, keyniga so'zmaydi, yushush urinmaydi, derhal tövbe qiladi. Mana bu Allah subhanahu va taolo bizga Qur'onda sifatlagan tövbening bizga nimasi shakli. Payg'ambar alayhisalom bu haqda asarda kelgan bir asarda, bir nasda deydi-ki, halakal musavvifun. Yani tövbeni davomliq ayatiga so'raydiganlar. İnşallah tövbe qilaman. Xudoyim kechira deb u ishdan qo'l uzmaydiganlar, tugashdi deyapti. Chunki bu samimiy tövbening ifodasi bu emas. Haqiqiy samimiy tövbening ifodasi oyat deyilgandek uqmay qilib soldi. Ammo bilgan hamallam, askartilgan hamallam, ogohlantirilgan hamallam darrov ishdan qo'l uzdi. Bu haqiqiy samimiy tövbeningki nimasi ifodasi bo'ladi. Ya'ni Mu'minning shuna bir alomati borki, Alloh subhanahu va taolo mu'minni sifatlagan. Nima u desa, mu'min gunoh o'tkazadi. Chunki insonning xarakteri bu. Jinoyat o'tkazib soladi. Chunki insonning ojizligi bu. Ammo darrov tavba qiladi. Bu mu'minning sifati. Shuningga Qur'oni Karimda mu'minlarni tawwabun bu shaklda ifodalagan. Bu arabchadagi ko'p turish bunda ashurma shaklda ataladi. Ya'ni bak tavba qiladi. Mu'min hayotida tavba qilmaydi. Chunki inson bo'lish bilan xatolik o'tkazish normal ahvol. Ammo insonning talab qilinayotgani, mu'minning talab qilinayotgani tavba qilish. Shunga sura Zumarning 53-oyatda Alloh subhanahu va taolo nima deydi? Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Xatolikni yamanchiq o'tkazib ketgan bandalarim deydi Alloh subhanahu va taolo mayada. Ya'ni qilib xatolikqa bunda deymiz-ku, quloq tubigicha xatolik qildi deymiz-ku biz Uyg'ur tilida. Ya'ni xatolikqa bitib ketgan bandalar Allohning rahmat umidi. Ya'ni tavba davom etdi demakchi. Mu'minning sifati bu. Bir hadis qudsiylarda keldi. Bayhaqi Hakim Muazdan rivoyat qilgan, Daylami ibn Asakir Abi Dardadan rivoyat qilgan. Hadis qudsiy bu, asar qudsiylar. Shu asar qudsiyda da'voduki, intabu fa ana habibuhum. Tövbe qilsa men ularni yaxshi ko'raman. Va illam yatubu fa ana tabibuhum. Tövbe qilsa men ularni o'ngshayman da'votudu. Men ularni gunohdan, ayib nuqsonlardan poklash uchun ba'zi musibatlarga giribtor qilaman. Qilgan yaxshiligi 10 hassa undan ortiq hisoblanib mangadi. Qilgan jinoyati aynı shaklda hisoblanadi. Tavba qilaman.
Men bendemge bolgan mehribanlygym, küynüşüm aşu ana balany tuqqa wagtki balysqa bolgan küynüşden bekrak küynemen dep ma hadisi Esra Kuddusida bu mezmun kelgen. Yani tövbe Allah subhanahu wa taala bendilerini istegen en muhim, özü en yaxşı görüdigan, en kursan buladigan İslam ahlaklarının birisi. Yani mu'min üzde dan yuqaslı olmaydigan ahlakның birisi. Yani mu'min ala davam tövbeni qilib etmemiş kerak. Çünkü insan buluşup bilen hatalık ötküzüdü. Hatalık ötküzüp biridi, hatalık yüz biridi. Bunun tövbe lazım. Ama hatalık ötküzmeydigan, tövbe kılmaydigan, onda insan bulmaydı. Allah onda çünkü insan buluşup bilen çokum hatalık ötküzüdü. Şuna tövbeni asla mu'min qilishdan ayırmaslık gerek. Endi muş tövbege münasebet ekeni muhim mazmundan birisi var. Sure Nur'un 31. ayetinde ve tubu ilallahi cemi'an eyyuhel mu'minun. Allah Kur'an-ı Kerim'de tövbege acayip ehmiyet bergenlikten, hatalıkны tonuş hukumi favqulada urun algan. Yakki şekilde, cemai şekilde. Biz okugan ilgirki ayetlerde yakki şekilde ifadelengen bolsa, hazır okugan Sure Nur'un 31. ayetinde Allah cemai şekilde hitap kılıp ne oldu? Ey mu'minler topi Tubu ilallahi cemiyan ortak, top, cemai şekilde tövbe kılama davat ediyor. Bu tehimi meseleni kolaylıklaştırıyordu. Cemai şekilde tövbe kılış. Top şekilde, bir cemiyet şekilde tövbe kılış. Mesela perez kılaylı, bizden bir aile, etrafımızda hulum hoşna, dost, yararlarımızdan hemmisi yaman işlerini kılıp atkan ortak adamla bu kalsa, ben hakikatini tunudum, Allah subhanahu wa ta'ala tövbe kılıp, yakki şekilde tövbe kılsam, bu benim işim bek zor. Çünkü etrafdakiler meni yassırışı mümkün. Menin qılgan tövbem bu yaxşılıq yoluna qaytışıp, ularning nazarida yat narsaga aylanib qolishi mümkün. Men ular tarafidan yeklinishim mümkün. Bana salbiy besim kelishim mümkün. Masxara qilishim mümkün meni. Hatta tövbemden chekindirib qo'yishim mümkün. Yakki o'g'al vaqtida. Ammo jamoa yo'qsichu. Ailem bütün tövbe qildi. Mahalla, qo'lim qo'shna, saboqdosh, xizmatdosh hammadan o'rtaq tövbe kılıp ortak doğru yolunu teyip mangınımızda birsimizga yardımcı olumuz, birisimizni esletkiç olumuz bu intayın kolay olurdu. Amma meyli yekki olsun, dinning bir alahidiliki, bu dinning alahidiliki, bu din yekki din ve cemai din. Yalğız yarı şaradaki 7 milyar insan arasında yalğız bir adam iman eytip doğru yolunu deyip, üzünün üstü düşkenli cayda kılıp mağsa kıyamet günüsü bu adam nicat tebip cennetke kireyiverdi. Ve cemai hususiyeti var ki bu dinin ki hemmesi iman etsin bu hin cennetke sığıverdi. Hiç kimnin kığını kemlep ketmeydi. Hiç kimnin kıgan cinayeti yeni birleriyle kana kılmaydı. Üstüge yüklenmeydi. Allah subhanahu wa ta'ala bu hakda Sure Nisa'nın 147. ayetinde "Ma yef'alullahu bi'azabikum in şekertum ve amantum." Umumi şekildeki mazmundaki ayet, sizler iman etdinglar, Allah'a şükür kıldinglar, nimish gazaplaydı Allah sizlarni? Meyli yakki olsun, meyli nim bolsun, cemaat olsun. Çünkü mesele bu dinning bu yakki hem cemaat deyilişi, çünkü dinning başlanışı yakki noktadan başlanadi. Bir adam özü özgüreydi. Özü özgergendiğin keyin etrafidagi ayoli, balları özgüreydi. Ondan keyin jamiyat özgüreydi. Shu demak dinning yakki jamoa xususiyati va yakki yolg'iz qilib qolgan taqdiringda o'zingning qilishga tegishli ishni joyida qilib, qiladigan tövbeni joyida qilmasan qiyomat kunisi sana hech bir zarar olmaydi. Etrafingdagi boshqa butun jamiyatning boshqa bo'lib ketgani, ama jamoa yo'g'an taqdirdimi? Yine bunun şekli, xarakteri boshqa bo'ladi. Jamoa şekildeki ummet noktasını etkan vaqtdagi azap qochib qolmasligi nijotligining asosi ikki xil. Allah subhanahu wa ta'ala Sur Anfalning 33. 34. ayetinde "Ve ma kana Allahu li yu'azzibahum ve ente fihim ve ma kana Allahu mu'azzibahum ve hum yestagfirun" degan ayette bunu mu bizga aydınlaştırib berdi? Bir millet, bir cemaat, bir toplum buluş süpütülen Allah'ın azabını uçurmaslıkının ki iki lan çaresi var. Birisi وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيهِمْ Resulullah ve Resulullah'ın ki epkerken bu yılı bu aramızda tedbiklanğan müddetçe Allah bizi azaplanmaydı. Bu bir yol.
İkincisi ve ma kana Allahu muazzibahum ve hum yestagfirun ki biz Allah'tan mağfiret talep qilib tövbelam qilib turdi ekanmiz. Her daim tövbeni özümüzge hemralam qiladi ekanmiz. Allah bizni qanday qilmaydi, azoplamaydi. Yani bizninki gündelik hayatımızda Resulullah'ınki ep kelgen menheci, ep kelgen yaşaş metodu, ep kelgen yaşaş talimatları tatbiqlansa bizning meyli qanday işlerimiz olsun. Yakki işlerimiz, cemaat işlerimiz, ticaret işlerimiz, hizmet hem halatimizde Allah Subhanahu ve Taala bizi azoplamaydi. Bu bir. Yani birisi biz tövbeni özümüzge hemralam qilsak, asla Allah Subhanahu ve Taala bizni azoplamaydi. Bu azapdan qutuluşninki bir yo'li. Onda maşağa dersimizge münasebetlik olgan yani bir tarafı tövbenin ahirki çeki meselesi. Tövbe kaçangacha çekka kılındı. İnsanga tövbe işki ta kıyametke kadar uçuk mu? Yani insan kaçangacha tövbe kılalay deydiğen bir hukum buludu. Paraz kılayla dünyadaki özümüzün muamele işlerimizdeki bazı işlerini. Bir okugucu imtihan meydanına girdi. O obdan tayyorlik qilmagan, muzokara qilmagan. İmtihan meydanına kirgandan keyin yazamadi. Qog'ozni o'qituvchisiga oq beribdi. Ondan keyin uyga qaytib kelib, kitoblarni qaytadan qo'lga olib, o'qib, tushunib, "Va manda emasmi?" deb qaytadan maktab ko'rib yozish imkoniyati bormi, yo'qmi? Tabiiyki yo'q. Demak, çoğunumuz shuki tövbeningmi bir cheki bor. Sen qığılı buluduğun, qılalaydıgan bir müddet var. Müddetin eşip kesse, senin tövben kubul kılınmaydı. Sura Ahzab'ın 18. ayetinde hatta ida ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Can halqumiga kelib sakrat tushgan vaqtda ya endi men tövbe qildim, u kubul kılınmaydı. O kubul kılınmaydı. Bu birisi. Yani birisi Sura En'am'ın 158. ayetinde bayan kılıngan. يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلِ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا. Rabbinin bazı alamet paketleri yani kıyamet qo'xshash. Yoki insonning imkoniyati tugaydigan bir vaqt bo'ladi. Yani ölüm deganga o'xshash. Mujunga o'xshash Rabbingning alomatlari kelgan kunida o vaqtda aytgan iymoning manfaat vermaydi. Chunki u ilgari iymon etmagan, o'zining iymonida yaxshi bo'lmagan u. Demak, Alloh subhanahu va taolo bandaga tavbani qilishni shunchalik ochdiki, ta jon halqumga kelganga qadar iymon aytish imkoniyati normal holatga qadar iymon tavba qilish fursa bor. Ammo jon halqumga kelib qolgan vaqtda imkoniyat uning qo'lidan chiqib ketgan vaqtida u vaqtda uningga tavba qilish nimasi yo'q, fursa yo'q. Endi bu tövbeninki imandan ilgirki bir holatlar bormi yo'qmi mesela desa insonninki iman aytishdan ilgari tanlash ixtiyori. Xuddi dunyoda masalan nurg'un narsada tanlash qilish ixtiyorligimiz bor. Bir kiyim kechak yaramay qolsa olmaymiz. To'y qilmoqchi bir qiz yaramay qolib qolsa to'y qilmaymiz. O'qimiz va bir maktab bizga yaramay qolsa uni o'qimaymiz. Ochqimiz yaramay qolib qolsa do'konni ochmaymiz. Tanlash ixtiyorimiz bor. İman meselesinde ta iman darvozasi kelib bo'lguncha bizni tanlash bor. Qur'on bayon qildi ki ana robbukumul a'la degandek insonlar bor dunyoda. Men sizning Robbinglar deb ilohlik da'vo qilganlarim bor. Ya'ni ishingligire ma'alimtu lakum min ilahin g'ayri. Mendan boshqa ilohinglar yo'q degan insonlar bor. Bu ixtiyorlik bor. Ammo jon halqumi kelib bo'lgandan keyin ash ixtiyorlik iymon masalasida tugaydi ki Fir'avn dengizga cho'kib eng oxirgi bosqichga borgan vaqtida nima dedi? Amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Isroil. Banu Isroil iymon etgan shu Allohga, shu Robbga endi iymon etdi. Alloh azza va jalla buningga javoban shu oyatning keyingi oyatini dedi: "Al-ana wa qad asayta qabl." Endi aytamsa iymonni bundan ilgari asi bo'libdi. Demak, iymon aytishning bir cheki bor. Endi iymon aytib bo'lgandan keyin tavbaning ashta bir cheki bor. İnson o'zining normal hayotda o'zgarish fursati bor vaqtida
imkoniyati bor vaqtida qachon tavba qilaman, tavbaning ishga o'chiq. Ammo imkoniyat tugab, jon halqomiga kelib, zodi bara kela yo'li qolmagan vaqtida, chiqish yo'li qolmagan vaqtda, u vaqtda asla tavba qilishning nimasi yo'q, fursati yo'q. İman aytishimiz shunga o'xshaydi. Bu kufrdan tavba qilishning bir turi chiqqan. Va iman aytib bo'lgandan keyingi tavbalarmi shu shaklda bo'ladi. Endi bir banda Alloh subhanahu va taologa tavba qilgandan keyin, o'zini o'ng'ishigandan keyin, Alloh bilan orasini yaxshilagandan keyin, o'zini isloh qilgandan keyinki buning erishadigan natijalarga kelsak, tabiiyki mubolag'a qilmaymiz, ammo qarindoshlarimizga shuni deymiz ki Peygamber aleyhisselam'ın İbn Mace ve Ahmed Darimi Savban radıyallahu anh'ın aytgan bir hadisida istaqimu ve len tuhsu. Bir hadisi var. Yani bu hadis bizge deydi o ki sizler üzerine o'ngşanglar, doğru sulanglar, to'g'ri yo'lda manglar, tövbe qilinglar ve len tuhsu. Sizlar erishadigan nazul nimet mukofatlarni sanab bulanmasıyla davatıdı. Sanat bulanmasıyla davatıdı. Mesela en mühim dünyadaki insana nispeten en mühim olan nimetlerden birisi insandaki hatırcemlik, köngül huzuru, köngül hoşallığı. Bu nimet insan her zaman ihtiyaçlık bir nimet. Sen qanchalik iqtisoding olib ketsin, sen qanchalik hukuk, nüfuzga erishib ket, qalbing xotirjam bo'lmasa, sen dunyoda baxtsiz inson. Sen dunyodagi hamma narsani yo'qot, qalbing huzuru, qalb huzuru olsa sende, xushalliqing olsa, xushalliqing yo'qolmagan bo'lsa, sen eng baxtli inson. Tabiiyki, bu ne'mat faqat kimga beriladi? To'g'ri yo'lda manqallarga, mu'minlarga beriladi. Bu qalb huzuri. Şunlaşqa etrafımızda iqtisodiy jihatda va moddiy imkoniyatlar jihatda ajoyib imkoniyatlarga ega, ammo har kuni ko'zini yosh qurmaydigan yoki ko'nglida xotirjamsizlikdan boshqa ahvol bo'lmaydigan insonlarni ko'ryapmiz. Sura An'amninki 81-82 oyda Alloh subhanahu va taolo shu xotirjamlik ne'matini deb kelib davotidi. Fa ayyul fariqayn ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Bilamsizlar? Dafaqinglar qani. Qaysi xil kishilar bu xotirjamlikka loyiq deb bo'lib, allazina amanu va lam yalbisu imanahum bizulmin. Iymon aytib bu yo'lni tanlagan va o'zining iymonini zulmga aralashtirmagan, ya'ni o'ziga o'zi qilmagan kishilar bu xotirjamlikka loyiq da'vatdir. Har narsani yo'qot. Sening iqtisoding olmasin, xizmating olmasin, moddiy imkoniyating eng to'nchakda olsin, qalbing xotirjam bo'lsa, sen hamma narsaga egisan. Ruhiyating kuchli bo'lsa, shaxsiyating kuchli bo'lsa, qalbingda rozimanlik bo'lib qolsa, Allohga yaqinlikni his qilsang, o'tkir fikrli bo'lsang, bir muvaffaqiyat qozongan, utuq qozongan bir dada bo'lsang, muvaffaqiyat qozongan bir er bo'lsang, aqlli salih farzanding olsa, tarbiya ko'rgan farzanding olsa, tapqiningni haloldan topsang, tining sog'lom bo'lsa, buningdan ortiq ne'mat olmaydi. Hadisda deyilgandek, istaqimu va lan tuhsu. Alloh haqiqiy shaklda tavba qil, hayotingda tasavvur qilolmaydigan huzurda yashaysan. Bu huzurni yashab bakmaganlar asla tushunmaydi. İnsanlar hayotdagi huzurini iqtisodga yoki jamiyatdagi o'ringa yoki manzilga bog'lab tushungan bo'lsa, intayin xatolashgan bo'ladi. Qalb xotirjamligi, oiladagi illiqlik, oila huzuri u boshqa bir narsa. Endi shu tavbaninki yuqorida chekkini, tavba qiladigan cheklarni so'zlab o'tdik. Undan keyin tavbaning natijalarini men qisqa shaklda so'zlab o'tdik. Undan keyin shu yoshlar bilan qirlarning o'tirisida tövbede farq bormi desa, tabiiyki intayin yuqori darajada farq bor tabii. Alloh subhanahu va taologa tövbe qilgan, jinoyatni tunugan yoshdanmi suyimlik inson bo'lmaydi. Alloh malaiklarga tövbe qilgan yoshlarni faxr qilib deydi-ki, qaranglar bandamga. Meni deb o'zining hevesini tashladi. O'zining qiziqishini tashladi. Tabiiyki inson yoshda cho'ngib 60, 70, 80 yaşqa chiqqandan keyin uningda qiziqish qolmaydi, havas qiziqishlar, orzu, umidi qolmaydi, uning intilishlari bo'lmaydi uningki. Tabiiyki u keyniga kirib xatolashadigan bir taraf yo'q, turtki yo'q uningda. Unda imkoniyatli intayin az. Bu vaqtida to'g'ri yo'lda menishi
ko'p hollarda tabiiy ahvol. Ammo yoshlar degan nima u desanglar, arzu, havasning bir to'plum shakli yosh degan. Yoshni tushundirsak, qani qiziq. Uning arzu armonlari intayin büyük. İntiladigan taraflari intayin büyük uningki. Her narsaga qiziqadi. Mashta turib o'zini bilsa, o'zini kontrol qilib, to'g'ri, düzgün bir holatni saqlay olganida hayotda. Shu hayot prinsiplaridan chetlanmaganda Allah subhanahu wa ta'alaning eng yuqori sevgisiga erishadi. Sura Naziyatning kami bilan bilamiz 41-oyatida nima deydi Allah subhanahu wa ta'ala? Va amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa. Allohdan qo'rqib o'zini bu xil ishlardan tusab qolganlar, yo'ldan chetnab chiqib ketmaganlar fa innal jannata hiyal ma'wa. Jannat uning o'rni bo'ladi. Ya'ni bunda yosh o'zining hayotini tavba asosida qurib chiqadi. Allohdan qo'rqadigan bir shaklga qurib chiqadi, rozilik ustiga qurib chiqadi. Alloh buning mukofotida buningga solih ayol beradi. Din dunyosiga manfaatli xizmat beradi. Salih mu'min do'stlarni atrofiga to'plab turadi. Salih jamiyatda salih yaxshi ish faoliyatlar bilan shug'ullanadigan bir xil muhitni buningga muvaffaq qiladi. Sharafli xizmat, hunar kasbni buningga ato qiladi. Jamiyatda yuqori o'rin ato. Demak, buning hayoti Alloh subhanahu va taolaning buning tavbasiga bergan mukofotlarni to'ladi. Dunyoda sa'id, baxtli va oxiratda baxtli bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hammalarni tövbeden ayrılmasın, hammalarga tövbe fursat ketishdan ilgari nisb qilsin. Bilib bilmay qilgan jinoyatlarimizning kechirilmay dunyodan ketib qolishidan Alloh saqlasin. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.